qoldingiz. Erkak kishi gapiga javob berish kerak. Og'zidan chiqqan gapga javob berish kerak. Mana onam. Javob bering endi. Sen chuqurlashib ketib qolding-da o'sha kuni, tushunsanmi? Qizim, tinchlikmi? Tinchlik emas. Men turib, sizning ishlari bor ekan. Nima gap, kuyov? Jahl ustida eslab qoldim-da. Jahl ustida? Oyog'ingizni urvasangiz ham onam eslaysiz, ovqatni yaxshi qilmasam ham onam eslaysiz, ishi yurishmasa ham onam eslaysiz. Mana onam sizga. Ha, kuyov? Menda ishingiz bormidi? Esladingizmi axir? Esladim. Ha, gapingizga javob bering-da. Endi bu sen anaqa vaziyatda Sen noqulay vaziyati kuyov bolam. shuni qaro, shuni qaro. O'zi bilan shunaqa oilaviy shantaj. Lekin erkak kishi gapini o'ylab gapirish kerak. Javob bersa gapirish kerak. O'zidan o'zi har xil narsalarni varillash kerak emas. Dadasi? Sen jim o'tir. Bo'ldi. O'nayda. Imagor. Tilga ehtiyot bo'ling.